Bugün ma bir parça resimga tushib bilan bo'ytaqliqdan xotim baygidek shunchalik payiz bo'lgan kirimdan birini olib keldim qizlar. Shunglashqa shu ko'rishdi birimdan tenzan konjolaringdan ayamay ko'rishni unutib qolmanglar. Buningdan keyin kunda vaqtida kirimdan chiqib bermay qizlar. Amsichaq yaqmay kirimlarni boshlab ketdik qizlar. Bugun shu chehrining bu pavusini yuzimga chechib o'tgandan keyin fonshaylarimizdan berib oldik. Anan kim ishlatgan men bo'lsam Militining 2 nomerlik Zerance Maple qizlar ko'rib tursanglar bo'ldi. Unda yuzinglarda kafan turgan bo'ldi ahvol yo'q. Yönşangji tatib turibdi-ma. Yuzinglar so'kkandan keyin bir kun kashog'ijab turdi va chijonning litobechang. Anan shu chishog'ini ichidagi axirada tilan qilgan yalaning hammani tilan qilib olmiz. Mavluk chishog'o boshbatdagi do'konim ichida baqizlar kirib avasangiz bo'ldi. Anan bu yashlatgan uppamı shu Militining Zerance uppisi qizlar ko'rib tursanglar bo'ldi. To'biya ish qilib yetganmi peydigan joy. Anan keyin qishimizning shaklini sezib chiqarib olgandan keyin ramega berishni unutib qolsak bo'lmaydi. Anan mush burun sizni uqmaydim degan qizlar burun kirim bo'lsin yoki sho'ron bo'lsin va yoki yanjon bo'lsin yoki qash bo'lsin va yoki tijon bo'lsin kirim qilishni qat'iy uqmaydim degan qizlar davomli sifatga undarim qitilish orqali tushunimga kirib kirim qilish o'rganib olsangiz bo'ldi. Anan keyin ko'z kirim katta qizlar ko'z kirimni mushrangni elib tadiq qilib olgandan keyin yana mush chayzrangni elib quyruq tarafdan ustga qartib yeytimiz. Yeytayotgandan keyin shu ostiga mazroq berib olamiz. Anan keyin qarroq rangni elib yana bir dal yangi cho'tkada yana bir qatam yeytib olamiz. Yetgandan keyin ko'zinglar mush qopinglar mushunda holatga keldi. Anan keyin yana o'xshashlarni qarroqni elib shu sharjirimizni ostidagi kirpigimizning shu yildiz tarafdan lam sizib olamiz. Sizib olgandan keyin ichidagi shu chayzrang paqroqni elib qopigimizning oldi tarafga berib olgandan keyin oxirini elib qopigimizning ustini meygu keyin ko'zimizning ostidagi yalarni bir supuraymiz. Bunda vaqtida kirimiz texmo pakiz, ratlik, chiroyli chiqadi. Ana keyin o'zalarimizni sizib qo'ygandan keyin kirpik chaplash boshlab ketdi qizlar. Bugun osti bilan usti kirpikni ishkilisini chapladim. Chaplab bo'lgandan keyin bunda kirimlar qavaqda asosan shu dibog'i to'g'onroq sayxonlan bergan vaqtlar kirimlar shunchalik ichildi. Ana to'g'on sayxonlan berib o'tgandan keyin tilan qilgan ya'ni bir qatam tilan qilib o'tib, shu ultralikning qavg'osida burnimizning uchi, anadan usti ko'zimizning uch taraflarini tilan qilib olamiz. Tilan qilgandan keyin chunshanbida eg'izimizning shaklini sizib, shu dibog'i chiqadigan chun yo'lda berib o'tsak, kirimlarimiz bitib qoldi qizlar. Amsa pashpatga undarimni qo'ytilish unutib qolmanglar. Anadan keyin shu findiyi oldigan qizlarmi pashpatga undarimni qitish orqali mendan har qanday masala so'rasanglar bo'ldi. Amsa xayr xo'sh.